Biz ham shu ochiq oydin bo'lsa yoqadi bizga ham. Bo'ldi, olib boramiz o'sha astotkani. Xo'p, rahmat. Ochiq oydin deydi. To'g'ri. Voy. Yaxshimisiz, как раз sana qidirib yuribman. Yo'q-ey. O'zinglar yaxshimi? Rahmat. Mavoda ishlar esidan chiqmadimi? Yo'q. Voy. 2 oy oldin $1000 olib turibding, 4 kunga deb qani o'sha? 2 oy o'tib ketdi. Yo'q-ey. Hamma kelyapti-da, qarzini menga pul berishing kerak deyapti. Men yozib yuraman, hozir bitta qarab olamiz, keyin gaplashamiz, bo'ladimi? Tak, isming nima edi? Vali. Vali. Ha, mana $1000 olgan ekanman. 4 oyga deb olganman. 4 kun emas. Nima menga shantaj qilsa, men bitib, 4 oyda keyin gaplashamiz ham. Davay borishingni qil. Hamma ikki bo'lsa, men 1 oy oldin berishing kerak, 2 oy oldin berish. Mana eshit, o'rtoq. Qara, menga pul sal zarurroq edi, o'shani sal voqliroq qaytarish iloji yo'qmi? Bor iloji. Mana qara, spiskamizda mana qara. Yoqubjonga 3 kundan keyin $50 pul berishim kerak ekan. Agar $200 xizmatini bersang, senga 3 kundan keyin bera olaman. Shu tepaga chiqasib qo'ysan. Tepaga chiqasib qo'yaman, ha? Nech puldi? $200. To'xta. Oxirgi $200 ham? Aha, mana 3 kun qilib qo'ydim. $200 ha? Bo'ldi, 3 kundan keyin olaman, ha? 3 kundan keyin $1000 pulingni berib olaman. Bo'ldi, rahmat. Bular ekanki shantaj qilmasdan, normal tushuntirsan, biz ham odammiz. Biz ham shu tirikchilikda yuribmiz. Rahmat, o'rtoq. Bo'pti, davay. Berib olaman, o'sha pulni $50 ga katta pul emas. Yoqubjon 3 oydan keyin olasan. Mana o'ylab yurganim yo'q, mana tirikchilikda yurgan bolaman. Va sani marras. Qo'yib. Nima bo'lsa? $100 qarz oldik. Bugun berishing kerak edi, ber tez. Bugun berishim kerakmi? Ha, bugun berishing kerak. Uyga texnika olishim kerak. Xotinga pay olishim kerak. Pul yetmayapti, ber tez. Shunga bo'g'ish shartmidi? Uyda xotin mani bo'g'yapti. Telefoning bormi? Bor. Ol telefoningni. Vahima qilasan? Yandex.Go'ga kir. Yandex.Go'da Yandex Split orqali rastrojchiga tovarlarni sotib olsang bo'ladi. Hozir sotib olasan, vaqti bilan to'laysan. Agar sen 2 oyga olsang, hech qanaqa ortiqcha to'lovlarsiz olasan. Yoki-da sen 4 oyga olsang 3% komissiya, 6 oyga olsang 5% komissiya bilan xarid qilsang bo'ladi. Hammasi ochiq oydin, hech qanaqa dokument kerak bo'lmaydi senga cho'zsana. Senga 5 milliongacha limit beradi. Bo'ldi, bosib ol shu yerda, nima qilasan? Xotinga ham gap eshitdim, mendan ham gap eshitdim. Qarzingni berasanmi? Oting nima sani o'zi? Murtazo. $100 ha. Mana. Soat nechi bo'ldi? To'g'ri bo'ldi. Ama senga soat 10 da berishim kerak ekan-ku, mana Murtazo $100 10 da deb yozib qo'ygan. Yo, bunaqa ko'rmanglar, men ham o'ynab yurganim yo'q-ku. 10 da telefon qilib berib olaman. Kutib turaman. Bo'pti. Faqat yo'q bo'lib qolma. Yo'q bo'lib qolmayman. Labi aka, assalomu alaykum. Kimsizlar? Ha, kreditimmi? Ha, qarang. 3 oydan keyin MIPga chiqib ketadi-yu, o'sha chiqishidan 1 kun oldin to'lab olaman. Bo'ladimi? Ha, cho'tki hammasi to'lab olaman, aka, barabar.